Videoda ko'rib turganingiz mana bu ayol to'shakka berilgan taklifga rad javobi berganligi uchun yuziga 100 ta chandiq orttirib oladi. Uning ismi Marla Hudson. U 1986-yilda model bo'lish ishtiyoqidan Nyu-Yorkka tashrif buyuradi. Keyinchalik Steve Roth ismli o'zi ijarada turgan uyning egasi bilan tortishib qoladi. Sababi u erkak unga anchadan beri qiziqish bildirishi va to'shakka taklif qilib kelardi. Lekin unga doim rad javobini berardi. Kunlardan bir kuni Steve Roth ikkita sherigi bilan qizni aldab bar yoniga chaqirib oladi va o'sha yerda yuziga ustara bilan chandiq tushiradi. Keyinchalik qiz ularni sudga beradi. Ularning uchalasi ham 5 yildan 15 yilgacha qamoq muddatini oladi. Lekin adolatsizlik shu bilan tugamagan edi. Ular jinoyatchilarni emas, qizning o'zini ayblashni boshlaydi. Ya'ni yengil taklifda, o'zida xohish bo'lgan deb. Aytingchi, bunaqa holat O'zbekistonda bo'lganda qanday bo'lgan bo'lardi?